Arzonmi ekan? Arzonmi? Baholari? Arzon va. Klientlar kelaversinmi? Kelaversin arzonladi. Bo'ldi, klientlar mamnun gez tutdilar. Necha arzonmi baholari? Gelsinmi klientlar? Yine bir yerde hemen narsa var. Buni katyollar bor, uylaringizga katyol qo'yaman desanglar, ustamga xizmatlar ham o'zining ichida bor. Yine bunda mollar uchun navolayna. Yine bir bozor bir. Turbo bo'ladimi, armatur bo'ladimi, imun deb cho'yim batareyalarmi, steshka uchun setkalarmi, to'xxona uchun setkalar kerak bo'ladimi, profillar bo'ladimi kerak bo'ladigan bo'lsa, yine bu darvoza uchun, gaz uchun ham turbolar kerak bo'lsa ham. Bu panelli batareyalarimiz bizning O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Endi bu yerda dum ko'p narsa bor ekan, hammasi assortimentlarimiz ko'p. Yangiliklarimiz ko'p. Hamma narsa bor yana. Usta ukalarimiz uchun yana. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar, sizlar bilan bugungi videorolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Hurmatli obunachilar, bugun yana bizlar Shovot tumani, mana shu Kuruganda joylashgan Kurugni yonidan bir 50 metr o'tib turib, chap tarafingizda joylashgan stroy material do'koniga keldim. Xabaringiz bor bo'lsa, bu do'konni sizlarga avval ham ko'rsatganman. Shuning uchun bu do'kondagi narx-navolarni sizlarga yana bir marta ko'rsatib o'taman. Avvalgi safaram bir ayrim narsalarning narxlari aytilmay qoldi. Kommentariyada o'qib, shuning uchun Husniddin yana keldim. Husniddin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamasdan. Ro'za Ramazonlar bilan hammangizga rahmat. Toza narsalar kelibding. Xudo xolasa har kun yangiliklarimiz bo'lib turibdi. Yaxshi. Bugungi yangiliklarimiz shu panelli batareyalardan, ko'mir qatyollardan boshlab ko'rsatib beramiz. Agar ruxsat bersangiz boshlayveramiz. Keling. Ko'rsatamiz. Obunachilar ko'rib endi Shovot Kurugina bilsangizlar. Bu panelli batareyalarimiz bizning O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Har xil razmeridan bor. Telegram sizning afishangizda, nomerlarimizda Telegramga girsalar, razmerlari, narxlari bilan turibdi bu narsalar. Kirib ko'raveradi bemalol. Telegramda yozilib turadi bu narsalar. Baholardan chiqarib baholar. Keyin o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan katyollarimiz bor edi. O'zingiz bilasizlar, har o'zlarimiz ishlab chiqarib turibmiz bularni. Bularni so'mga yo'q axir ishlab chiqarib sotasizlar. Yo'q, bularni o'zlarimiz ishlab chiqaramiz. Bularni rossiyskiy bular. Olib sotamiz bularni, keltirib sotamiz. Bularni o'zlarimiz ishlab chiqaramiz. Narxi 4 million 900 ming so'm bo'lib turibdi hozirgi kunda. Bularning narxi 7 million 500 mingdan 18 milliongacha kvadratına, obyomina, firmasına qarab chiqadi. Yaxshi. Shuni bilan ichkariga kirsangiz, yangi mahsulotlarimiz qo'shilgan. Vodiyli katyoli bu. Bular vodiydan keladi, bu. Konditsionniy deydilar. Hozirgi kunda o'zlarimiz ishlab chiqarib boshladik buni. 2 million 200 ming so'mdan chiqadi bu. Ko'rsatishingiz mumkin. Konditsionniy deydilar. Ekonomik. Obunachilar endi katyollarni olga kerak yozga atirda dashlashingiz mumkin. Baribir endi vaqti keldi o'rnatsoning. Ha, yangiliklarimizdan, shulardan instrumentlar. Bulardan ko'rsatib o'tamiz. Assortimenti ko'p, narxini aytamiz desak, endi bu yerda dum ko'p narsa bor ekan, hammasini birma-bir donishtirib o'tirishni menimcha hojat yo'q. Obunachilar ko'rib olishlari mumkin o'zlar kamerada. Sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor ish yerda. Sizga kerakli emas santexnik narsalar hammasi bor ekan bu yerda, yaxshi edi. Ko'rishingiz. Burlayni har xil razmerda. Narxlarni yaxshi aqrang, albatta buni ko'rib, solishtirib kelaversinlar. Kelaver. Yine bu kısmını evvelki videoda o'tib yo'q. Bu kısmından ham. Yine kelaver. Shunda assortimentlarimiz ko'p. Yangiliklarimiz ko'p. Hamma narsa bor yana. Yana. Ustalar uchun yana. Yan tarafdan ham bor ekan. Usta ukalarimiz uchun yana nima kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerdan arzonlashtirilgan narxlarda olishlari mumkin ekan. Bu yana elektro tovar endi buni. Biz shuni bilan turbo profillarimiz bor. Shuni narxlarini bilan tanishtirib o'tamiz. Turbolarni. Asosan ishimiz santexnika. Temir darvoza, eshik, profil, bu rossiyskiy katyollarimiz bular. Bir qator ko'rsatib. Bular pul Rossiyadan oldirasizlar shunday? Rossiyadan oldirib, shu yerda yana kvadratini qarab narxlar yozilgan. Sotamiz. Ustanobga ham qilib beramiz. Odamlarimiz xohlasa kelishgan narxda ataplina qilib beradi. Garantiyasi bo'ladi shunda. Garantiyasi bularning 3 yil bo'ladi, 3 yil.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan buları, Rossiyada ishlab chiqarib turgan. Agar bunday buzilib netib qolsa, bir yil davomida bo'lsa- biza besplatnik taxlab beramiz biza tomonidan. Buzilsa shu narsalar. Bir yil davomida. yaxshi. Radiatorlarimiz bor, har xil. Buzil deganda zavodskoy buzilsa-da. Zavodskoy defekti bo'lsa 3 yil, ishlamay qolsa, urganimni yoqimmin dursalar biza o'rgatib beramiz. Shu 1 yil davomida bizning safimizda turadi. Mut oladi tekin. Yaxshi. Shuni bilan chiqaveramiz. Bu qismidan ham bor. Qazon o'choqlarimiz, lesalarimiz. Ayna eshiklarimiz bor. Oyna eshiklar bu yon taraflarda. Ayna eshiklarimiz bor. Aynalarimiz ham ko'p podvalda. O'tgan safargi videomizda baholarini aytganmiz, yana ham aytsangiz aytib o'taveramiz. Oyna eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlaring olib ketaverasizlar. Shtuguna hisoblab beraveradilar, arzon bahosi. Shtuguna hisoblanadi, Shtuguna har birisi. 4-5 tane asalab pot beraman o'yinacha. Novalarimiz geldiğine novalı. Novala, mollar Her xil uchun, razmerda. fermerlar uchun. O'zlarimiz yasab turibmiz bularni. Nechadan nechaga baholari bo'ladi buni? Bular 230ligi 600 ming so'm, 265ligi 650 ming so'm, kattasi 700 ming so'm. 70 santimetre 265 bo'ladi. Esasen hazır katyollarını gösterdik. Endi şu ateplineye dair turbalarını gösterimiz birinci. İkinci son darvozaga dair yine Bu turbalar. 32'lik 206 yine 32'lik. Bular nereden geladi bu turbalar? Bular Samarkand zavodundan geladi yine. 25.800 so'mdan chiqadi bir kesi bilan. 25.800 so'm. 25.800. Shunda. Ataplineye için işlediğini 32'lik. Evet. Kalınlıklar yine. 23 ming so'mdan berdik. 23 ming. Bir xil bilan uçsam hammasi. Yana 32'lik. 18,5 ming so'm bular. Bular hozir endi 25'likini ko'rsataman. Undan keyin 20'liki az ataplineye dairlarini o'tgan safar isbit etmedik. Aytolmay kaldık. Bular 17.500 so'm. 17 ming metr hisoblanaveradi. Necha metrgacha bu? Bular 10 metrdan. Da 20'liki. Yana 20'liki. 22. Ana kalınlığı bir kez tushib ketibdi, pes az olib beraman. Bular nechadan bo'ladi? 15 ming so'm. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Endi demoxodligimiz yana. Demoxodligimiz 95 ming so'm 160ligi, 75 ming so'm 127ligi. Shuni bilan asosan ataplinega ishchidan turbalarimizni tanishtirdim siz bilan. Endi temir darvoza, naves, fermalik profillar bilan tanishtiramiz. Shuni bilan bir yandan basaveramiz. Yana 40 25. 40 25 darvozachilar ishlatadi asosan ko'p. Qalinlik 1,5 mm, narxi 16.500 so'm. 40 25. Kelib satan yerlari bo'ladimi ko'proq? Albatta dastavka qilib shu har doimgidek. Dastlabki uzoqligi necha endi? Xorazm ichi, Qoraqalpoq ichi. 40 20 13.500 so'm. 57'lik 57'lik 35 ming so'm 204. 3'e 2'lik 1'e 2. 1'e 2, 3'e 2'lik 12 ming so'm. 5'e 3, 5'e 3 1 stenka 15 ming so'm. 4'e 4 1,85 23.500 so'm. 76'lık 1,5 stenka 32.500 so'm. 3'e 3 1'e 2 var. 12 ming so'mdan tushadi. 57'lik 1,5'lik yine 3 ham shu bir xil. 25 ming so'mdan tushadi. 3'e 2 0,75 7,5 ming so'mdan tushadi. 6'ga 4 1,55 26.500 so'm. 26.500. Bular hammasi firma Samarqandmi? Mana 6'ga 4 2'ye 4 38.500. Samarqanddan keladi-ku. Samarqanddan keladi. Biza shuni Shovotdagi vakillari. 15'lik 2,2 mm 55 ming so'mdan tushadi. 10'a 10 2,1'lik yine 70 ming so'mdan bilkasi o'zida turibdi.
Bir yanında yine Hadoy 3'e 3 Bro 6 var. 16.500 so'm. 3'e 3 Bro 2 12.000 so'm. 2,5'a 2,5 Bro 2 11.000 so'm. 2'ye 2 Bro 55 10.000 so'm. 2'ye 2 Bro 1 8.000 so'm. Şuna kattalik ağang navoladı. Bular Hadoy profillerimizden yine 60'a 30 201 1 2 3 paçka var. 30.000 so'mdan beri tutmuş hazır günde. Altığı en Hadoy profillerden. Geleveresiz 8'e 4 Bro 65 34.000 so'm. Var sanı yeterliçe. 40'a 25 Bro 2 14.500 so'm. 2,5'a 2,5 0.95 2,5'a 2,5 8,5 so'm. Yaxşı. 60'a 40 Bro 75 60'a 40 27.500 so'm. 25'lik 2 yine. Sana yeterliçe 18.500 so'm. 8500. 18.000. Şunu bilen bizlerde Penaplex'imiz var. 2'lik, 3'lik, 5'lik, bir paçkası 200.000 so'm. 8'e 8 Atsenko'yumuz var yine. Bir yan tarafta yine. 8'e 8 Atsenko'yumuz. Kalınlığı 2,6 mm, bakası 65.000 so'm. Asasen parnik için işlenedi. Stoykeler, navesler. Bir anda yine İndi bir ana parniklere köp talep buladı da bu нәрселerde. karitamız 450.000 so'm kichkinasi. Bu kattasi 700.000 so'm. Bundan kichikrog'i 600.000 so'm. Navalarımız, gofuralarımız var yine. Gösterip verseniz şunu bilen. Yine. Her xil razmerda var. Bunun asortimenti ko'p. Bu razmerinçeden neçegacha bor bu? Har xilisi bor ekan bu. 100'den 600'e var. 100'den 600'e. Yine. Sıllık, çeti sıllık turbalarımız var. Köp ketadi bular, nasoza işletadilar, fermerler. Yaptan su tartmağa. Rossiyskiy turbalarımız 32'lik 40.000 so'm. 25'lik 32.500 so'm, 20'lik 23.000 so'm. Listlerimiz 1 mm'den 8 mm'e var listlerimiz. 1 mm'den 8 mm'e var. Asortimenti ko'p bularni. Köp ekan, har xilisi bor ekan. Hava. Yine bu neng bu? Ve gipsakardonun profili bu. Profilli bu. Kalınlığı 0,33 dese hemen biledi. Ağırı, kımmatı, yaxşısı. 13,5 so'mdan düşedi. Направляющийsi 7,5 so'mdan düşedi. Hemen sizlere ülgürcü naqtağı senalarını aytıp tutman hazır. Bu 10 santığa 5 santı. Bu 27.000 düşedi. Bu 23.000 düşedi. Smolalarımız, simlarımız, reşitilli bak, atxoz setka, steşka setka, hemen hesab şu görüp turgan narsangiz hemen hesab ülgürcü naqta qilib beraman. Arzonlashtirding. Ha? Ketaveradi yine. Almaturlarımız var, özünüz danıştırğansiz o'tgan safar. Vodiyni Rus firma almaturlari var. Begabad armaturlari var. Yine. Şu mijozlarimiz yine alıp turgan jarayoni shular. Setka klientlar gelip turibdi ya. klientlar gelip turibdi yine. Setkalarimiz yine. Hadoy setkalarimizdan Bular lechekasi nega to'qxona bo'ladi? albatta. Bu simi iri 135 mingga 95 ming. 2 metre 1 metre razmerda. Yine bular nollara ketadi bular? Atxoz uchun bular. Yine bular ham shunday. Nega? 30 ming so'mga 50 ming so'm tushadi. Birisi 6 metr, birisi 10 metr oladi. Bu tayyor do'qilgan narxi bu. Bular дорожный steshka setkalar. Steshka. Buni cho'yin batareyalarimiz bor edi. Qabırğasini 50 ming so'mdan qilib berib turibmiz. Yine. Qabırğaları. Biroq chiqsa, bizik chiqsa almashlab beramiz yo pulini qaytarib beramiz. 11 ming so'mdan. Nimalari? Ya nasi? Hozirgi kunda ham satish bilan ham olib borib xizmat ko'rsatish bilan ham shug'ullanib boshladi, xudo xolasa. Agar shu sizning nomingizdan yo bo'lmasa shu gelsalar izlab uyinacha olib borib, ustanovka qilib, radiatorlarimiz, turbalarimiz, kotyollarimiz ma'qul bo'lsa, ishlatib bergandan keyin pulni beraversinlar bizlarga. Demak, shuni ustanovka ham sizlarda o'zingizda ustanovka ham o'zlarimizda qilib turibmiz. Yine obunachilar. Shuni bilan kotyol qilaman desangizlar, shunday tunalar bilan, batareyalar bilan bu eng endi yaxshisi bu baribir.
Radiatorlarımız alüminiy biometal radiatorlarımız var. Pastdagi nomerlarda Telegramımıza girse kilosi, razmeri, düyümleri hammasi turibdi. Narxlari bilan birga tanlab tashlayveradi. Aytamiz desak assortimenti vibri ko'p. Bedim ko'p ekan. Ko'p narsa O'zi bor. bir yan tarafdan ulaytirganda yanada kengayibdi bu. Ben evvel bir yerini bilar edim. Bir yandan bunda qo'shishlar asta-asta yaxshina kengayibdi. Bozor desak bo'ladi-da bu yerda. Metal bozor. Katonli simimiz yana 5,5lik 6lik deb sotamiz. 1700 so'mdan. Bunun narxi o'zgarmaydi buni. Tamam bo'lincha shu bir xil senada sotamiz. Kilolimi simlar? Kiloli desa kiloli, metrli desa metrli. Almatlarimiz bor. Hammasini Yaxshi. Telegramımıza girib yozsalar javob berib boraveramiz. Esa hurmatli obunachilarimiz, ko'rib turganlaringizni yana har doimgidek adreslarni aytib o'taman. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Adreslarni ko'rib turgan bo'lsangiz, Shovotni Kurugar deb aytaman. Adresini topish qiyin emas. Endi ko'pchilik Shovotdan tashqari uzoqroq yerda ko'ratog'lar adresini so'raydi. Shovot Kurugidan kelsangizlar, Shovot Kurugundan tamojniy yo'lga ketib turib, aylanib turib 50 metr yurib chapga qarasangizlar, ko'rinib turibdi do'kon.